xalqaro huquqda ko'p marotaba ishlatiladigan veto iborasi to'g'risida. Bu ibora qadimgi Rimda qabul qilingan bo'lib, taqiqlayman, qarshiman degan ma'noni beradi. Qadimgi Rimda qabul qilingan, ya'ni Senat tomonidan. Bu hozirgi kunda ko'plab xalqaro tashkilotlar yoki bo'lmasam ko'plab davlatlarda huquqida ishlatiladigan termin bo'lib, hozirgi kunda passiv va aktiv vetolar bor. Misol uchun, hozirgi kunda dunyoning eng katta xalqaro tashkiloti hisoblangan Birlashgan Millatlar Tashkilotida Xavfsizlik kengashini agar biron bir Xavfsizlik kengashiga a'zo bo'lgan davlat veto huquqini qo'llasa, ya'ni taqiqlayman degan iborani qo'llasa, demak qonun yoki bo'lmasam biron bir yechim qabul qilinmaydi. Hozirgi kunda bu ibora ko'plab davlatlarda, misol uchun Fransiyada, Ispaniya, Polsha, Amerika Qo'shma Shtatlarida ko'plab qabul qilinadi. Hozirgi kunda Amerika Qo'shma Shtatlari parlamentida agar 3 dan 2 qism deputatlar yoki senatorlar veto huquqini qo'llasa, o'sha qabul qilingan hujjat qaytariladi va qabul qilinmaydi.